Axloq to'g'risida. Avtori Doktor Mamtimin. Adab axloq insonlarning kundalik hayotida nihoyatda muhim rol o'ynaydigan bo'lib, bizning an'anamizdami, mayli oilada bo'lsin, mayli maktabda bo'lsin, tarixdan buyon xalqimiz adab axloq tarbiyasiga alohida ahamiyat berib kelgan. Afsus, yaqinqi zamonlardan buyon bizning an'anaviy urf-odatlarimiz va diniy e'tiqodimiz ig'ir darajada cheklamaga uchrab, an'anaviy axloqimizda ig'ir tavrinish va buzilishlar bo'lmoqda. Nurg'un yillar ilgari vatandagi bir yo'lovchilar avtobusida yuz bergan mundaq bir vaqa hali ham esimda. Ichida 20 dan ortiq yo'lovchi bor bir avtobusning shofiri bir qo'li bilan avtobusni haydab o'tib, yana bir qo'li bilan tamakiga o't yiqib, avtobus ichini is tutakka to'ldirishga boshlagan edi. Azaldan tamaki chekmaydigan men tamakining is tutikiga alohida sezgir bo'lganligim uchun rohatsiz his qildim va shofirning yeniga berib, shuncha ko'p odam bor avtobusda tamaki cheksa adabsizlik bo'ladiganligini dedim. Biroq shofir menga bir qarab etib, tamaki chekish chekmaslik o'zining erkinligi ekanligini ta'kidlab, tamaki chekishni davom qilaverdi. Hozir har xil ijtimoiy taratqularga qaraydigan bo'lsak, o'xshashla so'z va fikr erkinligini alohida ta'kidlab, boshqalarni har xil bo'lmug'ur so'zlar bilan haqorat qiladigan ahvollarni har kuni degidek uchirtib turamiz. Undaqda axloqning o'lchimi nima? Biz erkinlikni ta'kidlaganda axloqni unutib qolsak bo'lamdi. Axloq deganimiz insonlarning so'z harakati va qilmishining to'g'ri va xatoligini, yaxshi va yomonligini, haq va nohaqligini, oliyjanob va pastligini o'lchaydigan o'lchamdir. İnsanlarning axloq fazilati, ularning oila tarbiyasi, ijtimoiy kechirmishlari, samimiyatligi, rostchilligi, iqtisodiy qimmat qarashi, universal sapasi qatorliq omillar bilan zich munosabatlik. Amerikaning federal hukumat oliy sotining burunqi sotchisi Potter Stewart mundaq degan ekan. Axloq demak, insonlarning nima qilish huquqining borligi bilan nima qilishning to'g'ri ekanligining farqini bilish demakdir. Axloq demak, boshqalarning nazorat qilishi va qonunning cheklamasi bo'lmagan ahvol ostida har bir insonning bo'ysunishi kerak bo'lgan universal qoida yo'sin va o'lchamdir. Axloq insonlarning so'z fikrlariga va qilmishiga qo'yilgan eng ibtidoiy talab va universal cheklama bo'lib, u qonun tuzumdan iborat majburiyat cheklamasiga nisbatan texmu keng va cho'nqur ahamiyatga ega. İnsanlarning so'z harakati va qilmishi axloqdan iborat eng universal qoida yo'sin doirasidan holqib ketganda, qonundan iborat majburiyatning cheklamasiga uchraydi. Erkinlik bo'lsa, Allah'ning har bir insonga ato qilgan eng aqalli haq huquqlardan biri bo'lib, u axloq va qonun tuzum o'lchimi ichida kapolatga ega bo'ladi. Erkinlik deganda, u hargizmi ma'lum bir insonga mos imtiyoz bo'lib qolmasdan, balki u butkul insonga
o'rtaq təvə bolğan imtiyazdır. Şu səbəbdən biz özümüzün erkinligini ta'kidlagan vaqtimizda o erkinlikning boshqalarga təvə ekanligini unutmasligimiz ham shundaqla o'zimizning erkinligini deb axloq va qonun o'lchimidan olqib chiqib boshqalarning erkinligi va haq huquqiga daxli tariz yetkazmasligimiz kerak. Axloqni tövəndikidək bir neçə türgə ayırış mümkün. Xususi axloq. Xususi axloq deganimiz har bir insonning nimaning to'g'ri, nimaning xato, nimaning haq, nimaning nohaq, nimaning adil, nimaning adil emas ekanligiga bo'lgan tonishi va e'tiqodi bo'lib, u har bir shaxsning so'z harakati va qilmishiga yetakchilik qiladigan o'lchamdir. İnsanlarning xususiy axloqi boshqa axloqlarning asosi bo'lib, xususiy axloqi bo'lmagan insonning atrofdagilarga va jamiyatga ko'p to'hpisi bo'lmaydi. İjtimoiy axloq. İjtimoiy axloq deganimiz insonlarning jamiyatga bo'lgan mas'uliyatini o'lchaydigan o'lcham bo'lib, u insonlarning ijtimoiy aloqa va kishilik munosabat jarayonida yetakchilik rol o'ynaydi. Ijtimoiy axloq va jamiyat inoqligi va muqimligining muhim kafolatlantirguchi kuchidir. Ijtimoiy axloq mukammal bo'lgan jamiyatda inoqlik va muqimlik bo'ladi. Ijtimoiy masalalar va jinoiy qilmishlar ko'p bo'lmaydi. Diniy axloq. Diniy axloq deganimiz insonlar o'zlari e'tiqod qilgan diniy e'tiqodining u insonlar so'z harakati va qilmishlariga qo'ygan cheklama va o'lchimi bo'lib, u insonlarning kundalik diniy e'tiqod faoliyatlarida yetakchilik rolini o'ynaydi. Diniy axloq Allah tarafidan bekitilgan qonun tuzum deb qaralgani uchun u dinga e'tiqod qilguvchi insonlarning butun hayotiga zo'r ta'sir ko'rsatadi. Muhammad payg'ambarimiz mundaq degan ekan: Allah shafqatlikdir. U har qandaq mehr shafqatni so'yidi. Kasbiy axloq. Kasbiy axloq deganimiz har xil kasb ahlining kasbiy mas'uliyatchanligi asosida o'ttirg'i chiqqan va kasbiy xodimlarning bo'ysunishga tegishli bo'lgan axloq o'lchim bo'lib, u kasb ahlilarining o'zining kasbiy jihatdagi ortiqchiligidan foydalanib, kasbdan xabari bo'lmagan yoki kasbiy savodi tuvan bo'lgan odatdagi insonlarni aldab, ularning manfaatiga ziyon yetkazishdan saqlanishda muhim rol o'ynaydi. Masalan, kuchli kasbiy axloqi bo'lmagan bir advokat balki arzdor yoki xaridorlarning xususiy sirlarini o'z manfaati uchun ishiltishi mumkin. Kuchli kasbiy axloqi bo'lmagan bir doktor balki bemorning jismoniy va ruhiy ojizligini boshqalarga so'z cho'chaq qilib tarqitishi va yoki iqtisodiy manfaatni ko'zda tutib, bemorga zarur bo'lmagan dorilarni berishi, zarur bo'lmagan tekshirish va davolashlarni elib berishi mumkin. Normalda ma'lum bir inson giribdor bo'lgan ma'lum bir kasalni to'g'ri davolash uchun oldi bilan u inson giribdor bo'lgan kasallikka to'g'ri diagnoz qo'yish kerak. Kasalga to'g'ri diagnoz qo'yish uchun bemorning kasal tarixi bilan to'liq tanishib chiqqandan boshqa bemorning umumyuzlik ahvolini kuzatish va tekshirishga, hatto ba'zi alohida uskunlarni ishlatib, ba'zi alohida tekshirishlarni elib berishga to'g'ri keladi. Bemor giribdor bo'lgan kasalga
aniq diagnoz qo'ymay turib, bemor ta'minlagan o'zaki uchurlarga asosan yengillik bilan bemorga davolash taklifini berish tibbiy kasbiy axloqqa uyg'un emas. Undan boshqa bilmagan narsalarni va yoki boshqalardan anglab olgan narsalarni o'z tajribasidan o'tgan haqiqat qatorida so'zlashmi kasbiy axloqqa uyg'un emas. Bir necha yil ilgari bo'lsa kerak, to'rdan vatanning uchurlarini izlab etib, vatandagi bir sog'liqni saqlash radio televiziya programmasiga ko'zim tushib qoldi. U sog'liqni saqlash maslahat berish programmasi bo'lib, sog'lomlikqa munosabatlik savollari bor kishilar naq maydonga telefon qilsa, programmaga qatnashgan atalmish tibbiy mutaxassislar so'ralgan sog'lomlik masalalarga maslahat beradi ekan. Afsuslanarligi, u atalmish tibbiy mutaxassislar tibbiy maktabni bitirib, normal xizmat topolmay, dori shirkatlarining dori setish ishi bilan shug'ullanayotgan va yoki qo'shimcha kirim qilish uchun dori shirkatlar tarafidan yollanilgan alohida tajribasi yo'q yalang oyoq doktorlar bo'lib, ular o'xshamagan kishilarning o'xshamagan sog'lomlik masalalariga asosan o'zlari vakillik qilgan dori shirkatlarining dorilarini tavsiya qiladi ekan. Eng kulkilik yeri bemorlarning kasallik aloyidliklarining qanchalik farqli bo'lishidan qat'iy nazar, o'zlari vakillik qilgan dori shirkatining bir yoki ikki xil dorilarini hammaga qodir dori shaklida savol so'rg'uchilarning hammasiga tavsiya qiladi ekan. Bu xildagi kasbiy axloq masalasi jamiyatning nurg'un sohalarida o'xshamagan darajada mavjud bo'lib, hammamizning diqqat qilishiga arziydi. Tijoriy axloq. Tijoriy axloq deganimiz tijorat jarayonida bo'ysunishga tegishli bo'lgan universal o'lcham bo'lib, u tijoratning durust, rost va odil bo'lishining asosiy ham kapolatidir. İnsanlarda ticari axloq bo'lmaganda, o'xshamagan tijoratchilar va yoki tijoriy shirkatlar orasida adil bo'lmagan raqobat shakllanishi, iste'molchilarning haq-huquqi daxli tarzga uchrashi mumkin. Munozara axloqi. Munozara axloqi bo'lsa, insonlarning o'xshamagan ko'z qarashlari va fikrlarini o'ttirg'i qo'yishda bo'ysunish zarur bo'lgan o'lcham bo'lib, u insonlar orasidagi ko'z qarash farqi tufaylidan kelib chiqqan fikr ixtilofini hal qilishda nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Ko'z qarash mutlaq to'g'ri va yoki mutlaq xato bo'lmaydi. U faqatla o'xshamagan kishilarning o'xshash shaylarga bo'lgan o'xshamagan tushunchasidan iborat. Biz o'zimizning ko'z qarashini o'ttirg'i qo'yganda, boshqalarningmi o'zgacha ko'z qarashi bo'lishining normal ekanligini tunib yetishimiz va yoki qanday qilib o'z ko'z qarash va fikrlarimizni to'g'ri yo'sinda o'ttirg'i qo'yishda munozara axloqiga bo'ysunish bak muhim. Munozara axloqi bizda eng kam bo'lgan axloq bo'lib, biz mayli haqli bo'layli yoki haqsiz bo'layli, biz o'ttirg'i qo'ygan masala mayli to'g'ri bo'lsin yoki xato bo'lsin, biz o'z ko'z qarashlarimizni qandoq va qaysi xil usul bilan o'ttirg'i qo'ysak, uning eng muvofiq bo'lganligini va uning eng yaxshi unum berdiganligini ancha bilib ketmaymiz. O'zimizning haq-huquqi va erkinligini nuqul holda ta'kidlaymiz. Boshqalarning shundoq haq-huquqi va erkinligi borligini
nazardan saqit qilamiz. Öz ko'z qarashlarimizni boshqalarga majburiy tangimiz. Agar boshqalar qabul qilmasa, uningga o'chmanlik bilan qaraymiz yoki uni shaxsiyatimizga olamiz. Tanqid axloqi. Tanqid axloqi bo'lsa, insonlarning boshqalarni tanqid qilishda bo'ysunish zarur bo'lgan o'lcham bo'lib, u insonlarning boshqalarni tanqid qilganda tanqidga shaxsiy o'chmanlikni aralashtirib, masalaning tanqid qilmoqchi bo'lgan doiradan olqib, tanqidning shaxsiy adovat, shaxsiy haqorat va yoki shaxsiy hujumga aylanib kelishining oldini olishda nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Tanqid demak hargizmo og'ziga kelganni deb boshqalarning shaxsiyatiga hujum qilib, boshqalarni haqorat etmak emas. Tanqid demak pokitga tayinib, boshqalar sodir qilayotgan xatoliklar to'g'risida va yoki jamiyatda yuz berayotgan yomon illatlar to'g'risida tanqidiy fikr yurgizib, shaxs va jamiyatda mavjud bo'layotgan nachar ahvollarni tuzash uchun ijobiy ta'sir ko'rsatish demakdir. Bizda do'st yig'latib aytar, dushman kuldirib deydigan aqliya so'z bor bo'lib, uningda asosliqi samimiy tanqidning do'stlikdan keladiganligi. Do'stlarning tanqidining insonlarga ijobiy roli bo'ladiganligi. Aksicha, bizni kuldirganlarning hammasining do'st bo'lishining notayin ekanligi, ya'ni dushmanning bizni tanqidlamay, kuldirib, bexud qiladiganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Demak, o'zaro tanqid ma'lum axloq o'lchami ichida samimiy elib berilganda, u insonlar orasidagi do'stlikni texmo kuchlantiradi. Oramizdagi va jamiyatdagi yomon illatlarni aziltishda aktiv rol o'ynaydi. Afsus, oramizdagi ba'zi insonlar ichida tanqid qilish nomi bilan boshqalarning shaxsiyatiga hujum qiladigan va yoki boshqalarga haqorat qiladigan, axloqimizga uyg'un bo'lmagan yomon illatlar kun sayin ko'paymoqda. Bularni asosan bizning tanqid axloqimizning kam bo'lishi va yoki boshqalarni tanqid qilganda ma'lum axloq fazilat o'lchamidan halqib ketmaslikning muhimligini tunib yetmaganligimizdan bo'layotidi deb qarashqa bo'ladi. Fransiyalik faylasuf, yozuvchi Albert Camus axloq to'g'risida mundaq degan ekan: axloq yo'q inson mayliga qo'yib etilgan yovvoyi hayvondir. Axloqning o'lchami ham universal, ham izchil bo'ladi. Ham o'xshamagan davr, o'xshamagan sharoit va o'xshamagan madaniy orqa ko'rinishdagi kishilar orasida farqliq, o'zgacha va nisbiy bo'ladi. Ma'lum davr va sharoitda axloqsizlik hisoblanmagan ba'zi qilmish ma'lum sharoit va muhitda axloqsizlik hisoblanishi mumkin. Ma'lum millat orasida axloqsizlik hisoblanmagan ba'zi so'z, harakat va qilmishlar boshqa bir madaniy orqa ko'rinishi bor millatlar ichida axloqsizlik hisoblanishi mumkin. Bizning axloq o'lchimimizda, bo'libmi ijtimoiy kasbiy axloq o'lchimimizda yaqinqi 60-70 yildan beri, bo'libmi keyingi 20-30 yil ichida nihoyatda zo'r o'zgarishlar bo'lib, axloq o'lchimimiz zo'r darajada tuvanlab ketdi. Adolat va haqqoniyat tuyg'imiz tuvan. Yavaşni bozak etib, yomonga yo'l qo'ymiz va yoki adolatsizlikka sukut qilamiz. Isbotsiz, asosi yo'q gaplarga ishinib, boshqalarga bo'xton chaplaymiz.
o'zimizning so'z erkinligini alohida ta'kidlab, ig'izimizga kelganini deb boshqalarning ko'ngliga azob beramiz. Boshqalarni haqoratlaymiz. Hissiyotimizga taynib, bilmasakmi, biladigandak so'zlab, boshqalarga xato uchur va xato tushuncha beramiz. O'zimizning kichikkina manfaatimizni deb, boshqalarga ziyon selishdan yonmaymiz. Bizda axloq odam zinnati, yaxshi so'z toshni eritar degandek nurg'unlagan ot so'zlari bor. Bir insonning go'zalligi haqiqatanmi uning go'zal axloq, fazilati va universal saposi bilandir. Amerikalik mashhur tijoratchi, mablag' solg'uchi va saxovatchi Henry Krauss mundaq degan ekan: agar senda samimilik bo'lmasa, senda hech nim bo'lmaydi. Sen uni pulga setib ololmaysan. Sen dunyodagi barliq boyliqqa erish, ammo agar sen axloqi yo'q bir inson bo'lsang, senda hech nima bo'lmaydi. 2018 yil 11 oyning 14 kuni